Sizga savol beraman, javob berasiz. Aytdim. Sizga aytmasdan pulingizni ishlatib qo'ysam, qanchalik jahlingiz chiqadi? 1dan 10 gacha. 1 marta chiqadi. 1% mi? Sizga aytmasdan birorta joyga ketib qolsam, qanchalik jahlingiz chiqadi? Kalta yeysan ko'zingga finka. Hop. Birinchi savol. Sizga yoqmagan odam bilan do'stlashsam Bo'lmaydi. nimaga? Chunki men yoqmaydi, senga ham yoqmas. Sizga aytmasdan biror narsani o'zimcha qaror chiqarib qo'ysam, qanchalik jahlingiz chiqadi? U endi er-xotin bo'lmay qolamiz-da. Nimaga? Chunki sen menga o'zing qaror chiqargan. Menga aytmasdan. Bunaqa bo'lmaydigan narsa-ku. Bo'lmaydigan narsa endi. Hech qachon qilmayman ammo, shunchaki sizdan so'rab ko'ryapman. Bo'ldimi? Ishdan kelsangiz, uylar rasvo bo'lgan bo'lsa, hech narsalar qilinmagan bo'lsa, qanchalik jahlingiz chiqadi? Bilasan-ku, xotin. Qanchalik? Ha, u ashnabdi-ku. Uyga kelsiz, bolalaringiz ustilari ko'r. Bolalaringizga qaralmagan. Nima qilasiz? Jahl yomon yeydi. Shunaqa baqiraman. Bunaqa narsa hayotda bo'lmasa kerak. Bo'lmaydi. Sizni qanaqa порядочныйligingizni juda yaxshi bilaman. Bo'ldimi? Ketdim men. Yana nima qolib ketdi? Hech narsa qolmadi. Mashinangizni minib ko'chaga chiqib ketib, mashinangizni urib olsam, qanchalik jahlingiz chiqadi? Aytasan, aytmaysan. Aytmasdan mashina sekin joyga qo'yib qo'ysam. Mayli, men hozir. Aytsang o'ldi. Voyani urib oldi. Aytmay minib chiqib ketsam bo'laradimi? Bo'laveradi. Urib olsam-chi? Urib olsang endi o'zing sog' bo'lsang bo'ldi.